Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ustilari kumur chiqadigan, ichlari bo'lsa yumshoqni so'l qillagan somsa tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Tuz, suv hamda unni solib, yumshoqqina xamir qorib, 10-15 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Xamir tingach, 12 ta kichkina zuvalachalarga bo'lamiz. Zuvalachalarni ozgina yoyib, oralarini yog'lab, laganga taxlab chiqishimiz kerak. Ustini yopib, tindirishga qo'yib qo'yamiz. Endi bizga 82% toza sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog'imizni yarmini olib eritib, o'simlik yog'i bilan aralashtirib, nachinkani boshlaymiz. Barragina ismaloqlarni to'g'rab, ustiga 2 dona piyozni ham parrak to'g'rab, ozgina yog'da qovurib, tuz bilan yaxshilab qo'limizda aralashtiramiz. Tinib turgan xamirimizni o'qlov bilan yoyish shart emas. Qo'limizda o'zimizga tortib yoysak, bir pasda yoyiladi. Ustiga eritilgan sariyog'ni quyib, surib olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib, o'rtasiga ismaloqni solib chiqamiz. Xuddi shu usulda taxlab chiqsangiz, qavatlari qat-qat bo'lib, somsa xamiri og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Hammasini xuddi shu usulda tugib tayyorlab olamiz. Bu usulda tayyorlangan somsaga juda ham kam miqdorda yog' ketadi, ko'ngilga urmaydigan bo'ladi. Endi somsani ustini yog'lab, qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Juda ham mazali, ayniqsa issiqligida ustilari kumur og'izda erib ketadigan, xamirlari juda ham yupqa bo'lgan, so'l qillagan somsa tayyor. Albatta siz ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'ring, sizga yoqishi aniq. Yoqimli ishtaha.